Sahroyi bir ayolning o'g'ilchasi bor ekan. Undan zarar ko'rmagan biron kuni yo'q ekan. Qozondagi taomni tepib qochib ketar ekan, meshidagi suvini sepib qochib ketar ekan. Qarg'ar ekan bolasini, qila olmasdan ipini qirqib ketganida u kir yoyganda ipini, "Hoy, ipimni qirqmagin, qalbingga ilm to'lgur. Hoy, meshimni teshmagin, Ka'baga imom bo'lgur. Voy, o'lmasam sichqon dumin kesmagin, beozor bo'l, to'g'ri yur. G'arib yulin to'smagin, Ka'baga imom bo'lgur." demas ekan, "Juvon mark, harom, maras o'lgur." Bitta ekan qarg'ishi, Ka'baga imom bo'lgur. Niyat ketdi, vaqt o'tdi. Misli yil yosh shabbodi shu onaning shu o'g'li imom bo'ldi Ka'baga. Ne shohi sultonlar orqasidan turib g'oz unga iqtido qilib o'qir edilar namoz. Duolar shum boladan chiqdi bir xush nafasli imom hofizi Qur'on Abdurahmon Sudaysi. Nazoratda insonning har bir so'z, har bir nafasi ibrat bo'lsin bizga, bu Allohning mo'jizasi. Komil inson ko'rdingmi marhabo, balki ular ota-ona elidan duo olgan bolalar. Marhabo Karimova.